Uy ko'ramizmi endi? Tomosha qilamizmi? Bu Husan akalarimizni xonamizmi? Muntazir ekan. Voy, joy namozlar ham bor ekan. Ha? O'zingga shukr, rahmat akajon. Muntazir bu xona. Yuringlar ana. Bu otajon xonalari. Xonalari ham zo'r ekan. Vachi chotki. Ha, Otajonni uylantirib qo'yishimiz kerak. xudo xolasa ha. Vaqt turibsizmi? Albatta. Kelin topaylikmi? Ha, toparinglar. Bo'ldi, kelishdik. Kelishdik. Sizlargacha. Bizga ham dadamga ham uyli joyli bo'lgandan keyin uylantiraman deyapti-da. Sizlarga ham topaylikmi? Albatta yaxshi bo'ladi akajon. Eshitdinglar? Bu zinani zo'rligini. Bismillah. Bismillah. Pastda endi okangizga xonalar, singlingizga xonalar, Yo'q, ha. ikki qavatli dom hech kimga bermagan edik. Bu birinchisi. Ha, shuni men o'zim shok etaman. Ana. Voy, xudo, ancha zo'r xona bu. Ana, Ha, zo'r. yaxshimi? Ha, vachi chotki. Voy, xudo. Ichida bir oylik nima edi, oziq-ovqatlari bilan. Ey akajonim, tish ko'rmayapmizmi biz, ey Alloh. Rahmat akajon, Alloh razı qilsin. Husanboy yoqdimi? Yana bag'rimga bosdi, iltimos. Ana. Bu yoqqa endi qistiq qidiramiz. Xudo xolasa. Uylantiramiz sizlarni. Ha, ha. Hasanboy o'g'il ko'rsalar Muhammad Fotih qo'yar ekanlar, qiz ko'rsalar Mastura qo'yar ekanlar. Onam otlarini. Siz o'g'il ko'rsangiz nima deb qo'yasiz, qiz ko'rsangiz nima qo'yasiz? Mana Mastura qo'yaman. Ikkita Mastura bo'ladimi? Ya bitta kim birinchi qiz ko'rsa o'sha qo'yar ekan. Siz bo'pti. Xo'p, o'g'il bo'lsa-chi? O'g'il bo'lsa niyat qilib siz otingiz qo'yaman. Sardor zotli qo'yishar ekan. Sabr. Muborak bo'lsin. Bu yerda Vaqf xayriya jamoat fondi nomidan 40 million so'm pul. Buni qabul qiling. Ya aka kerak bo'lsa shuncha yaxshi. Oling. Boshlanishda joylashib olishingiz kerak bo'ladi. Vaqtdan rozimisiz? Mindan ming. Xalqdan rozimisiz? Xalqdan. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'linglar. Vaqf xayriya jamoat fondi